shunda ijtimoiy loyiha asosida mahallamizda bo'sh turgan binomizdan foydalanib, unda Inson kamoli ilmidan nomli o'quv markazi tashkil etdik. O'quv markazimizda kamsanalangan oila farzandlari ta'lim olyapti. Asosiy mahalla fuqarolar yig'inida 80 ta kamsanalangan oila mavjud bo'lib, ushbu kamsanalangan oilalarni 10 nafar farzandlari o'quv markazimizda bepul ta'lim olishmoqda. O'quv markazimizga 2 nafar malakali o'qituvchilarimiz jalb qilingan. Ular ingliz tili, mental arifmetikasi va rus tilidan ta'lim berishyapti. Ushbu o'qituvchilarimizning bir nafari kamsanalangan oilalar reyestrida turadi. Bu mini loyihamizni tashkil etilishida mahalla erkinligimiz ham yaqindan yordam berdi. Mana shu yangi olingan kursimizni 3-kunim. 6-sinfman men bu yerda ingliz tilini o'rganaman. Hozir tanasi bo'ling, shunday mental arifmetikaga kiraman. Meni bu yerda o'rgangan sababi kelajakda yaxshi o'qib, bir artist bo'lmoqchiman.